Assalomu alaykum, bizning kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Tunuka ba'zi jamoasi yana bir go'zal ishini Shahrixonda yakunlab bermoqda do'stlar. Ko'rib turgan joylar juda ham ajoyib. Ya'ni hozirda urfga aylangan kosmos ramkalari bilan birgalikda oq rangiga monkrirendan foydalangan holatda chiroyli holatda tunuka qilib berdik. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz xizmat ko'rsatadi do'stlar. Bemalol ekranda chiqib turgan nomerlarga murojaat qiling. Arzon narxlarda sifatli tunuka fonlarini uyingizga barcha rasxodlar ichida qilib beramiz. Sizga yoqadigan fasonda, uyingizga yarashadigan dizaynda inshaalloh chiroyli holatda qilib beramiz. Bu yerga mana qoshli fasonlardagi tunuka fonlarimizni qilib berganmiz. Uyga juda ham skromniy variantda yarashdi. Fasadlardan keyin yana ham ishlarimiz ko'rinadi. Bu yerda baland pastligiga e'tibor bermanglar, chunki tomining baland pastligini shu yerda to'g'rilab o'tib ketganmiz do'stlar. Xo'p, dorozaxonasi uzunligi 8,5 metr, eni 4 metr bo'lgan dorozaxonaga xuddi shunaqa dela fasonda tunukamizni qilib berganmiz. O'rtasiga esa yulduzchali tilla rangdagi tunukalarimizdan qilib berganmiz. Bu tilla rangdagi tunukalar ham shu summani ichiga kiradi, отдельный hisoblanmagan do'stlar. Xo'p, ko'cha tomoniga o'tadigan bo'lsak, hozirda ustalarimiz ozgincha ishlar qolgan, yakunlab berishmoqda do'stlar. Tarnovlari bilan o'rnatib berganmiz qadrdonlar, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana tarnovlarni hozir o'rnatish jarayoni ketmoqda. Qoshlar qatirilgan. Inshaalloh yakunlab beryapmiz.